Tubanlik botqog'iga botgan ayol va erkak o'zaro til biriktirib Qarshi shahrida joylashgan saunada fohishaxona tashkil etadilar. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd davomida jinoyat joyi aniqlanib, islohotxonani ochganlar va xizmatchilar ushlangan. O'z burchiga sadoqat bilan xizmat qilayotgan Qarshi shahar ichki ishlar organlari katta tergovchisi tomonidan holat yuzasidan jirkanchli usulda pul topayotgan ayol va erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ish natijasida norozi bo'lgan erkak katta tergovchi bilan ko'rishib, jinoyat ishining unga oid qismini harakatdan tugatib hamda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llamaslikni so'rab, evaziga 2000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida berishini aytadi. Xodim esa bir necha bor Jinoyat kodeksining 210 va 211 moddalarida nazarda tutilgan jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirishiga qaramasdan huquqbuzar esa o'z taklifida turavergan. Bo'lib o'tgan ishlar haqida katta tergovchi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbariyatini xabardor qilib, jinoyatchilarga nisbatan chora ko'rilishini so'raydi. Viloyat shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan katta tergovchining xizmat xonasida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1995-yilda tug'ilgan shaxs 2000 AQSh dollari miqdoridagi pullardan 100 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Yuqorida keltirilgan holatda pora bergan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.